YouTube ijtimoiy tarmoqlarida quyonchilikka doir bo'lgan bir ma'lumotni aytish va'dam bor edi, lekin bu va'da amalga oshmadi. Ba'zi bir texnik ошибкалар tufayli. Aytib buyurmaysizlar, hali operatorsiz, mobilografsiz o'zim hamma ishlarni olib boryapman. Ba'zi bir texnik ошибкалар tufayli o'sha olingan video kontentni udalить qilib qo'ydim. Endi siz azizlarga bundan qiziqarli va chiroyli quyonchilik haqida yana bitta banglatadigan ma'lumotni aytib o'tib ketaman. Xo'sh, hozir meni fermamda Flandr, Strakach, Xikol quyonlarimiz bor. Adashmasam hammasini aytdim. Quyonchilikdan qanday foyda bor? Oldindagi ikkita video, misol uchun quyonni oldik, uni qochirdik, tug'di, katta qildik. Endi sotish jarayoni. Sotish jarayonida podrobniy ma'lumotlarni siz azizlarga berib boraman. Qanday sotadi, kimga sotadi, qayga sotasan, bu zormondani nima qilasan, kim oladi, kallang ishlarga quyonni puliga qo'yib beradi, qo'ysangchi ota-boboing qilgan ishni qilsang, nima kerak shu narsa ko'p eshitganmiz. Shu plastinka aylanaveradi kallamizga. Yo'q, birodarlar. Misol uchun shu gapni aytadigan insonlarning aksariyati O'zbekiston hududida bunaqangi nasldor quyonlar bor ekanligi haqida ma'lumotga ega emas. Agarda shunaqa ma'lumotga ega bo'lsalar, mana shunday jarayonlarda yaxshi misol uchun daromad kelayotganligini bilsalar, bunaqangi negativ fikr bildirishmasdi. Va ular asoslari bor shunaqa deyishlariga, chunki oldin mahalliylashib ketgan местный quyonlar boqilgan va ular yegan ichganini hisobiga misol uchun so'yilganda yaxshi bir go'sht berilmagan, go'shti ham bemaza bo'lgan, ham sotganda ham pismiri pulga sotilgan yoki kimlargadir tekinga berib o'rgan. Shunaqa jarayonlarni guvohi bo'lishgan. Lekin ayni hozir O'zbekiston hududida zotdor quyonlardan misol uchun ro'zg'origa 10 ta yoki 8 ta yoki 5 ta qilib qo'yib, ro'zg'orni yaxshigina misol uchun oylik 5 million, 2 million, 3 million so'mgacha daromad qilayotganlar. Hattoki kalbo borki, kalbo 3 ming, 3 ming, 4 ming, 4 ming, 5 minggacha daromad qilayotganlar ham bor. O'shanaqa kalboning pulchasi borku, bunday turadi. Franklin deydimi, kim deydi? O'sha bor. Oyiga 3 ming dollar daromad qilayotgan misol uchun akalarimiz ham bor. Quyonchi akalarimiz. Ular 5-6 yillar oldin boshlab o'rishgan va hozirda quyonchilikning sir asrorlarini ipidan ignasigacha suv qilib ichib o'rishgan. Hozirgi ayni vaqtda chet eldan Germaniya, Chexoslovakiyami, Rossiyami, Angliyami, hattoki qayerga Tailandga ham borib kelib, quyon olib kelib 5 ming dollarga, 3 ming dollarga ikkita quyon olib kelib, bolalarini yaxshilab sotayotgan akalarimiz ham yo'q emas. Buni ko'plar bilishmaydi. Bularni ma'lumot bilanroq aytib ketdim. Endi esa men siz azizlarga quyonchilikdan qanday foyda bor, buni aytib o'tib ketaman. Oxirida esa har bitta zotli quyonlarga urg'u berib ketaman. Qolganini keyingi videoda. Xo'sh, quyonlar, например, Xikol misolida men siz azizlarga tushuntirib o'tib ketaman. Xikol quyonlari oldingi videomda aytganman, 4+2 misolida aytib o'tib ketganman. Eng arzon quyonimiz bizda Xikol, zot yo'nalishi bo'yicha. Endi местный yoki jaydari yoki gibridlar bulardan mustasno bo'lishi mumkin. Xo'sh, Xikol misolida 4 oylik Xikol quyonchalarimiz bor. Nima uchun biz boshida 2+4 deb kelishib oldik? Chunki bitta erkak quyonni ikkita urg'ochi quyonga qochirganimizdan keyin u ikkita urg'ochi quyonni bolalarini bir-biriga erkak ayol qilib ishlata olmaymiz, chunki uni otasi bitta. Genda buzilish hosil bo'ladi. Bola chala tug'iladi, quyon bolasiga qaramaydi, katta bo'lsa ham qanaqandir bir kasal bo'lib nobud bo'ladi va hokazo va hokazo. Qisqasi kitobida unaqa qilish mumkin emas, agar bo'ldi endi. Chaynab yotmaylik. Bu erkak quyonni bolalari bilan, bunisi erkak, ikkita erkak quyonni bolalarini bir-biri bilan ishlatish uchun ikkita quyon tanladik. Endi sotish jarayonida ham qoni boshqa-boshqa, bitta ayol, bitta erkak, ya'ni samka samiz. Para qilib sotsangiz agar olayotgan insonga juda ham qulay bo'ladi. Misol uchun qoni boshqa-boshqa javob beraman. Mana shu deb sotsangiz agar, misol uchun 4 oylik quyonchalar.
Hozirda Hikol katta ob'yomda boqilayotgan fermalarda voyaga yetilgan quyon 4 oylik quyonchalarning narxi 350 ming so'm, 400 ming so'm, qochirilganlari 450 ming so'm, hattoki 500 ming so'mgacha boradi. Endi siz keling uni 400 ming so'mdan sotmang. 350 mingdan soting. Qayerga? Hozir tushuntirib o'tgaman. Telegram ijtimoiy tarmoqlarida har bitta viloyatning o'zini quyon guruppalari bor. Samarqand, Andijon, Qashqadaryo, Surxondaryo, Jizzax, Namangan, Vodiy, Voha, Toshkent. Toshkentning o'zini kim necha guruppalari bor. Misol uchun Samarqand quyon biznes. Quyon biznes guruhi, Yevrokrol eng katta gruppalardan biri. Quyonchi uz, UZB quyon va hokazo va hokazo. Shunchaki tering, shunday chiqadi. Endi quyonni например, bitta quyonni baland bir joyga shunday qo'yasiz. Вот так. Xuddi mana shunaqa joyda shunday qo'yasiz. Tasavvur qiling, bu quyon. Tasavvur qiling aka, просто. Rasmga olasizmi, videoga olasizmi? Video qisqa. 2-3 sekundlik video bo'lsin, ko'p bo'lmasin. Videoda tagida quyonni yoshi 4 oylik yoziladi, zoti yoziladi, jinsi yoziladi, manzil yoziladi, telefon raqami yoziladi. Oxirida savdo lichkaga yoki telefon raqamiga qilinadi. Bu ham yoziladi. Keyin o'sha barcha Telegram ijtimoiy tarmoqlarga jo'natib yuborasiz. Bu ijtimoiy tarmoqlarda kamida bir 8 mingta, 9 mingta yoki 10-15 mingta odamlar bor. O'shalardan bittasi quyon boqish umidida bo'lgan inson sizga uchrash ehtimoli yo'q emas, bor. O'shanday holatlarda agar o'zingizni viloyatingizda bo'lsa, kelib olib ketadi, boshqa qilayga olib berasiz. Misol uchun siz samarqandliksiz, mijoz Andijondan telefon qilib, aka uzoq ekan, desangiz agar, aka adresni ayting, quyon o'zi yugurib boradi desangiz, bo'ldi, tamom, ishingiz bitadi. Hazil. Qanday qiladi? Pitakkacha sotuvchi, ya'ni fermer, quyon boqiydigan odam pitakkacha dastavka qilib berishi uni bo'ynida. Ustasida bo'layotgan vaziyatlarda mejlisda o'zlari kelishsalar ham bo'ladi. Misol uchun, ana endi qanday qilib bitta kattagina banan korobkaga, agar katta yetilgan quyon bo'lsa, tagiga banan korobkani tagiga somonlar to'shab, 4 tomoni teshilib, quyon joylashtiriladi. Keyin yoz vaqtlari bo'lsa, bitta muzlatilgan suv bakalashga shunday yoniga qo'yib, kechqurunlarga o'sha, misol uchun Samarqand, Andijon misolida tushuntiryapman, pitakkacha olib borib beriladi. Mijoz bilan aloqaga chiqiladi. Aka, quyoningizda mana shu shofyordan berib o'ryapman, aloqaga chiqadi, bir-biri bilan gaplashtirib, qachon, qayerda qabul qilishni kelishtirib olib, bitta videocha olib, jo'natib yuborasiz. Akajonlarim, reysi O'zbekiston bo'ylab quyon oldi sotib qilinyapti. Faqatgina bitta Qoraqalpog'istondan meni ichga quyon so'ragani yo'q. Qolgan 12 ta, qolgan 11 ta viloyatdan bangilab yotishibdi akalar. Qo'qonmi, Andijonmi, hattoki qo'shni davlatlar Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istongacha quyonlarni eksport qilish katta gapiryapman, eksport. Yo'q. Olib borib bergan joylarimiz ham bor. Endi Qozog'istonmi, Tojikistonmi, misol uchun Tojikiston ikki xil tilda gapirishadigan bitta millatimiz, tojiklar bilan bir xil millatimiz, bitta qon qarindoshimiz. Ular kelishadi, biz borishamiz. Keldilar, tanladilar, olib ketishdi va o'zim chegaragacha olib borib berdim. Va hokazo shunaqa vaziyatda ko'p bo'lgan. Endi men sizlarga ijtimoiy tarmoqlarda sotish jarayoni haqida ma'lumot berdim. Endi qaranglar. Keng sotilmadi shu jonivor quyoningiz sotmadi. Ey, bo'lmadi-da, qaroqchi aka, bo'lmadi. Quyonchilikdan ko'nglingiz qoldi, bo'ldi, siz negativdasiz deb, halakatni qatdan ham oldim, mana shu normaldani deb nerish qilyapsiz. Keyin negativga tushmang. Bu jonivorlardan har qachon siz foyda qilsangiz bo'ladi, har qachon. Buni go'shti juda ham oqsilga boy. Juda ham oqsilga boy. Protein, ya'ni oqsil 90%, xolesterin esa 0%. O'zingizni ro'zg'oringiz uchun go'sht mahsulotini ta'minlab bergan bo'lasiz. O'zingizni oilangizga shu quyon go'shtini muntazam ravishda bir tansiq taomlar qilib, bolalaringizni oqsilga boy bo'lgan mahsulotlar bilan to'ydirib oziqlantirsangiz agar, yosh unib o'sayotgan organizm, bolalarning organizmi baquvvat bo'lib shakllanadi. Men o'zi jismoniy tarbiya o'qituvchisiman. Hozirda bolalardan misol uchun
guvoh bo'laman, kalsiy kam, oksil kam bolalar nimjonlashib ketyapti. Bu nimaga? Tabiiylikdan sun'iylikka o'tib ketyapti. Misol uchun qo'y go'shtini bersangiz bolalar qiladi, boshqa qiladi, u qiladi, bu qiladi. Oksil kam, bittagina to'p teksa ham qo'li sinib ketyapti, boshqa bo'lyapti. Yiqilib tushsa bu o'ziga kelmayapti. Nimani evaziga? Tabiiylikdan sun'iylikka qarab ketyapmiz. Ozuqalar ratsionlarimiz fast foodga qarab ketyapti, boshqa qarab ketyapti. Siz agar buntasam shu quyon go'shtini bu bolangizga yedirib turing, aka ishoning, dahshat bo'ladi yo'q. Bolangiz qachchoq bo'lib ketadi. Qachchoq bo'lmaydi, nima desam, muskuli proteinga to'yib o'sadi. Baquvvatlashib keladi. Yurak qon tomir kasalliklariga, misol uchun nima desam, infarkt, insult, sahr, qandli diabet boshqami, jarrohlik amaliyotda yangi chiqqan bemorlargami bu narsani qoni foyda. Bu shaxsan meni gapim emas. Shu ma'lumotlarni tasdiqlagan professor, doktorlarimiz talaygina. Internetda shunday bo'lsangiz agar jang chiqib kelaveradi bu ma'lumotlar. Bu yolg'on, yashiq yoki meni quyon sotayotganligim uchun bunaqa bir quyonchilik haqida, go'sht haqida bunaqa gapirayotganim yo'q. Rost narsani sizlarga yetkazib beryapman. O'zimdan misol uchun tanish vrachlarim holi jonimga qo'yishmaydiki, sen quyon boqasan, ikkita odamni jo'natdim. O'g'liga, yangi operatsiyadan chiqqan o'g'liga quyon go'shti kerak ekan. Uni o'shani sho'rva qilib bersa, tez immunitet ko'tariladi. Quyoningdan ber. Akajon, uzr, quyonim yo'q, so'yib bera olmayman. Chunki oyog'i bilan ketyapti. So'yib berishgacha yetib bormayapman. Yana kelar quyon go'shti kerak, yana kelar quyon go'shti kerak. Siz agar ko'p qilib quyonlarni ko'paytirib, misol uchun boqaman desangiz, agar quyonni qanaqa bir foydali ekanligini xalqqa, bilmaydigan xalqqa tushuntirib bersangiz, u yerda yolg'on gapirmaysiz, rostini gapiring. Xolodilningizda o'sha quyon go'shtini saqlaydigan xolodilningizda go'sht turmaydi. So'yilgandan ketadi. Menga ishoning. Mana o'zi o'qituvchiman, hamkasblarimning hammasi ko'zi to'rtib turadi. Qachon shu bola quyon so'ygan deydi. Shunday keladi, ustimga turib so'yganim bo'lib ketadi. Bu qachon so'yaman? Misol uchun quyon fermada xikol, например, xikol yo'nalish misolda olsak agar, menga ikkitagina erkak quyon yetadi. Erkak quyonlar soni 4 ta 5 dan oshib ketsa, ularni misol uchun 4 oyligida so'yib yuboraman. Kerak emas menga. Lishni yem yeb yuraveradi. Menga ikkita quyon yetadi. Misol uchun. O'sha jarayonda ustimga kelib turishadi. To o'shani so'ygunimcha so'yadi, shu pulishini shtir sanab bo'lib ketishadi. Ular nima ekanligini bilishadi. Shunaqa gaplar qiladi. Qarochi, manfaatli bo'lgan bo'lsa, men xursandman. Quyonni qanday qilib qayerga sotish kerakligi haqida men sizlarga ma'lumot berdim. Endi aka nima qilish kerak? Tappa bozorga borish kerak, ko'zingizga yoqqan quyonni olish kerak, shuni o'tkib katta tiqish kerak, bir bog' bedani tashlaysiz, karamni tashlaysiz, sabzini tashlaysiz. Aka baxtli, chunki quyonni вообще sharoitini tashlab tashladim. Yo'q. To'xtang. Shu ota bobolarimiz qilib ketgan narsada bunaqa emas. Zotli quyonni boqishga o'tdingizmi, qo'ydan farqi yo'q buni. Qo'yga qanday mehr bersangiz, bu ham xuddi shunday mehr berasiz. Kerak bo'lsa bundan qo'ydan ko'ra ko'proq mehr berasiz quyonlarga. Tozaligida, ozuq ratsionida, rejimini qarashda alohida e'tibor berasiz. Va quyonchilikdan ko'plar ishonmaydigan daromad olish degan joy natijasiga shu maslahatlarga amal qilganingizda inshaalloh erishasizlar. Agar manfaatli bo'lgan bo'lsa, akalarim, men har doim xursandman. Bitta gap aytaymi? Quyonchilik avjida akalarim, salomat bo'lasizlar.